Minecraft lekin butun dunyoni parazit virusi egalladi. Men bo'lsa shu parazitli dunyoda yashab qolishim kerak. Hozirda biza birinchi o'chirtda qiladigan narsamiz bu daraxt olish va mining qilish tezroq, chunki kechqurun parazitlar chiqadi va bizani titib tashlashadi. O'shaning uchun ham tez survival qilishimiz kerak. Aslida bo'lsa videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki tezroq 40 mingta bo'lishimiz kerak. Agarda sizlarga bu karta kerak bo'lsa, meni Telegram mod kanalimda bo'ladi. Kommentariyada silka bor, o'tinglar va imенно shu modni sketchat qilib, maza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Bu modni tushunmaganlar uchun hozir video davomida tushunib olasizlar qanaqa bo'lishini. Ungacha bo'lsa ozgina kutib, videoni maza qilib tomosha qilib turinglar. Hozir o'zida menda kichkina savolcha paydo bo'lyapti. Osmonda uchadigan parazitlar ham bormi ekan yoki yo'q? Buni video davomida bo'lib olamiz. Men uchun ham hozircha sir bu. Ya'ni bilamanmi yoki yo'q, ya'ni bilmayman bu narsani. Balki bordir, balki yo'q. Hozir video davomida bo'lib olamiz. O'ylaganimdan ham ko'p menimcha parazitlar chiqsa kerak. Endi ko'ramiz-da. Opa. Bo'ldi. Hozir men birinchi navbatda tosh topishim kerak. Mana mapda tosh bor ekan. Yaxshi o'tamiz. Biza kechqurunga maksimal tayyorlanishimiz kerak, chunki rosa ko'plab parazitlar kechqurun chiqishadi va bizani yoyib tashashadi. Ya'ni yoyishga harakat qilishadi. Ko'ramiz. Balki tirik qolamiz, balki-da o'lamiz. Endi video davomida ko'rib olamiz. Endi sekin mining qilsak ham bo'ladi. Xo'p, bizaga nima kerak? Bizaga birinchi navbatda tosh kerak. Toshlardan kirka topor yasaymiz va temirlar qidirishga, даже oltin qidirishga ham harakat qilib ko'ramiz. Balki topsak bo'lar. Lekin g'orga tushmayman, chunki g'orda parazitlar ham vobshe ko'p bo'lish kerak, chunki parazitlar qorong'ulikni yaxshi ko'radi va o'sha qorong'ulikda parazitlar vobshe ko'p bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki men tezroq 40 mingta bo'lishim kerak. Agarda 40 mingta bo'lsam, bu videoning ikkinchi qismi chiqadi va ikkinchi qismi ham bomba bo'ladi. O'shaning uchun ham obuna bo'lib qo'yinglar. Voy, shu parazit chiqibdi. Hayvonni o'ldiryapti. Voy, ehtiyot bo'lamiz. Короче, menga hozir bitta topor, bitta kirka, voy, yetmas ekan-ku. Hozir qani bitta yasaymiz, tez, kirka, qani kirka. Mana. Voy, qani, mana voy, shoshib qolman, borib bizaga yana ozgina nima qilish kerak. Mana bu bizaga tegarmikin, nima deb o'ylaysizlar obunachilar? Voy, kelyapti. Alloh bak, voy, kelishini qaranglar buni. Prям вообще tez kelar. Davay buni o'ldirib yuboraylik. Opa. Bitta qilichasi oldim, chunki toporimni вообще chekib tashyapti bu. Qani, endi o'ldiramiz buni. Voy! Bergan narsalarini ko'rdinglarmi? Вообще ko'p narsa olmos berar ekan. Вообще gap yo'q, lekin nima deydi? Chiqqaniga afsuslanmadim, lekin вообще gap yo'q. Demak, bunaqasida yana ikkitasini o'ldirsam, bitta kirka yoki bitta toporga meni almaz, nima deydi? Almazim yetadi, to'g'rimi? Da, вообще gap yo'q ekan. Rahmat shuncha narsalar uchun. Hozir bu eng oddiy parazit bo'lsa, kuchlilari qanaqa bo'ladi tasavvur qila olmayapman вообще. Mayli, xo'p, yo'limizda davom etamiz. Voy, Steve parazit. O'zlarigacha chiqibdi, buni ishlab qochishimiz kerak bu yoqdan. Zo'ra o'taylik, iloji boricha qochishimiz kerak. Chunki biza hali umuman rivojlanmaganmiz. Parazitlar bo'lsa bizani bittada urib o'ldirib qo'yishi mumkin. Уже parazitlar chiqishi boshlayapti. Men o'yladim bular kechqurun chiqadi deb. Yo'q, bular liboy payt chiqolar ekan. Prям bizani o'ldirib tashirkan morku. Вообще gap yo'q ekan. Modga 5. Mod kerak bo'lsa Telegram kanalimda bo'ladi. Kommentariyada silka bor, o'tib bemalol sketchat qilib o'ynasanglar bo'ladi. Короче, biza kechqurun uxlasak bo'ladi. Bizada уже qo'y anosi bor. Ya'ni jullari bor, ya'ni krevat yasab olsak bo'ladi. Xo'p, tepaga chiqamiz. Bu yoqni bitta kovlayveramiz va ehtiyot bo'lib yurishimiz kerak. Chunki yo'limizda parazitlar chiqib qolish ehtimoli bor. Chunki hamma joyda parazitlar bor. Уже ertalab ham liboy payt spawn bo'lyapti bular. Mayli, bu yog'i peshanadan endi o'tamiz. Men iloji boricha bitta qishloq topib olishim kerak. O'sha yerda sal xavfsizroq bo'laman, chunki golem menga yordam beradi va orqamda temircha turibdi. Davay temir olamiz va bitta kirka yoki bitta topor yasab olamiz. Menga ikkita dona temir ham yetadi, chunki bitta pishgani bor. Parazitni o'ldirdim, o'sha parazitdan tushdi. Qanaqasiga o'tsak bo'ladi bu yoqqa. Mana struktura, короче, bug bo'lib o'zi paydo bo'lib qolar ekan. Buni hech qanaqa spawn qilmayman. Yoki kimdir qo'yib qo'ymaydi buni. Voy bo'lmayapti, вообще. Qani, chiqamiz. Temirlarimizni olamiz, bo'ldi. Yaxshi, как раз 3 ta yoki da ichkarida ham bor ekan. 6 ta bo'lsa вообще zo'r bo'lardi. Qani 6 ta chiqadimi? 6 ta chiqar. Bemalol chiqar ekan, даже 7 ta ham. Qalqon ham yasab olsak bo'lar ekan bu yoqda. Bitta menimcha qilichga ham yetadi. Nima deb o'ylaysizlar? Qilichga ham yetadimi yo kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi mashtadan kichkinagina bazacha qilib olamiz va pechkalarni qo'yib olib, bemalol narsalarimizni eritib, mashta vaqtinchalik yashab tursak bo'ladi. Kelinglar, mana to'sib qo'yaylik. Ikkitali joydan parazitlar kirib qolishi mumkin. O'shaning uchun mana bitta ochiqcha joy, yetadi mashincha joy. Bu yoqqa bitta buni qo'yamiz-da va hozir bizga bitta pechkacha kerak. Pechkani bu yoqqa qo'yamiz. Endi bo'lsa
temirlarimizni ham pishirsak ham bo'laveradi. Bilib bo'lsanglar kanalimda вообще kam video chiqyapti, chunki menda uncha motivatsiya yo'q. Motivatsiya bo'lish uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Chunki tezroq 40 mingta bo'lishim kerak. Agarda 40 mingta bo'lsam, bu videoning ikkinchi qismi chiqadi. Ikkinchi qismi ham prям bomba bo'ladi. Sizlar bilan yana bitta o'yinchi o'ynaymiz. Bu videoda 1000 ta komment va 5000 ta like yig'inglar, yana zo'r videoni kutinglar. No, yig'ish oson, o'shaning uchun hozir o'zida pastga tushib obuna bo'lib qo'ying. 5000 ta like va 1000 ta dona komment. Bu sizlar uchun hech narsa emas. Просто chipuxa pastga tushib, shundoq like, komment va obunani bosib qo'ysanglar, rosa xursand bo'lardim. Va video davom etadi. Yonimizda ugl bor ekan, kelinglar mana shu ugllarni ham olamiz va taxtalarni ozgina bo'lsa ham tejaymiz. Chunki ugl bizga kerak bo'ladi, chunki ovqat pishiramiz yokida yana temir eritishimizga kerak bo'ladi. No, olib qo'yamiz va uje menimcha kech tushyapti. Va uje ehtiyotimizni qilishimiz kerak, chunki uje biz nima uje deyapman. Necha marta uje dedim, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Hozir parazitlar chiqib qolishi mumkin, prям rosa ko'p parazitlar chiqadi, o'shaning uchun ham ehtiyot shart. Hamma narsani tayyorlab qo'yishimiz kerak. Xo'p, bularni olamiz. 16 ta, 17 ta, 18 ta bo'ldi, menimcha yetadi va ichkariga kiramiz. Bu yoqdan bularni olamiz, kelinglar bularni qo'yamiz va bu pishgandan keyin kelinglar ungacha bitta kirka va bitta topor yasab qo'yamiz. Bu yoqqa bitta Opa, xo'p, temirli topor, temirli kirka. Eskisi endi bizga kerak emas, eskisini kelinglar mana bu yerga tashlayveramiz, ya'ni musorga. Va biz go'shtcha pishirib olishimiz kerak. Ya'ni nima go'shtcha, hamma narsa cha qo'shishmi, bilmayman o'zim ham, lekin go'sht pishiramiz. Bu yerdan bizga bitta qalqon kerak. Xo'p, qalqon olamiz. Biz o'zimizni himoya qiladigan darajada kuchayib oldik. Endi bo'lsa parazitlarning mazasini qochirsak bo'ladi. Ovqatimiz pishgandan keyin, конечно. Xo'p, bu yoqda atrof kuzatib turamiz. Qani, opa, parazitlar qaysi tomonga uje yo'lga chiqishibdi. Go'shtlarimiz hammasi pishdi. Endi bo'lsa sekin yo'lga chiqamiz va ehtiyot bo'lib yuramiz. Boya aytganimdek, chunki bu yerda parazitlar bo'lib qolishi mumkin deb turdim. Quyosh botyaptimi? Menimcha quyosh botyapti. Kelinglar pastroq chiqib ko'raylik-da. Bu yoqqa o'tib. Opa, mana bu qo'yni ham o'ldirib olaylik, balki kerak bo'lib qolar, bu narsamizga yarab qolar. Opa, olamiz, chunki kamon yasashimiz mumkin. O'shaning uchun ham qo'yni o'ldirib yuboramiz, qo'y ko'rsak. Quyosh botyapti. Bu degani hozir parazitlar paydo bo'lishni boshlaydi. Kelinglar, mana bu o'zimizga kichkina pana joy yasab olamiz, hamma joy ko'rinadigan va yashasa bo'ladigan joy. Xo'p, parazitlar hozir kelishni boshlaydi. Biza survival qila olishimiz kerak. Bo'ldi, mana joyim tayyor va kech tushdi. Qani parazitlar paydo bo'lyaptimi? Ana birinchi parazit va bu yoqda parazitlar yo'q hozircha. Ana yana parazit. Obunachilar ko'ryapsizlar, parazitlar paydo. Ana oldimga o'tdi. Qanaqa parazit bu? Urushga tayyorlanaylik. Voy keldi. Voy kirolar ekan. Voy kriza. Urush kerak, urush. Endi qarash o'ldirib yubordik. Qani yana parazitlar bormi bu yoqda? No, hozircha parazitlar. Anti gigantlarmi nimadirlar paydo bo'lib yuribdi. No, parazitlarning kuchsizlari ham ko'p ekan. No, bo'ldi. Hamma narsani joylashtiramiz va men parazitlarga qarshi urushga tayyorman. Endi bo'lsa ketdi, davay. Parazitlarni o'ldiramiz, prям mazalarini qochirib tashlaymiz, ketdi. Oh shit, qanaqa parazit bu? Uraylik. Kema oldimga. No, bu urolmaydimi deyman? Yo, prosta qarab turadimikan? Nima deysizlar buni? Prosta shunaqa kontent, voy jonim yarmin chekordi. Shunaqa kontent uchun bitta like bosib kanalimga obuna bo'lmasanglar bo'lmaydi. Opa, bo'ldi. Buni o'ldirdik. Qani nima tushyapti ichlarida? Xish bola tushmadimi? No, xish bola tushmabdi. It voy. Tanam cho'chiydigan bo'lib qolman bor. Voy, yana parazit. Yugurib kelishini buni parazitlar вообще ko'payib ketibdi-yu. Nargilari ko'rib qolmasa bo'ldi. Sekin suraveramiz bu yerdan. No, sekin o'tiramiz. Parazitlar bizdan ko'rib qolmasa bo'ldi. Mana hozirgi eng katta asosiy maqsadim katta parazitni topib, uni o'ldirishga harakat qilish. No, menimcha o'ldira olsam kerak katta parazitni. No, yana bilmadim, xo'p. Katta parazitlar. Yo, obunachilar, mana buni qaranglar, qanaqa parazit bular? Oldim ketdi. No way, what the fuck is it? Qanaqasiga o'ldirib qo'ydi bir pasda. Shunaqa kuchlimi bu parazitlar? Qani mana bu yana bitta parazit bor ekan-ki. Voy, qo'ymi bu nima balo? Ichi o'g'lari chiqayotdi. Qalqonim ta'sir qilmayapti. Voy, parazitlar. Ke. Mana bu sahroda bo'ladigan parazit edi shekil. Bu yoqda nima qoldi bunaqa parazitlar? Ana biroz ushti qolib ketdi. Voy, anon ko'rasizlarmi obunachilar? Orqaga qaranglar. Menda lava bo'lganda zo'r bo'lardi. Bitta lava qo'yib yuborardim. O'sha yerdan cho'kib, короче, lavaga yonib yor. Wow, o'ldirdik obunachilar. Короче, kichkina maqsadchamdan bittasi yetdik. No, bu kichkinasi edi-ku. Endi kattasini qidirishga harakat qilib ko'raman.
Bu yoqda yana temirni topdim. Mana buni qaranglar obunachilar, qor orasiga tiqilib qolibdi. Kelinglar chiqolmayotgandan foydalanib buni o'ldirib qo'yamiz. Esinglarda bo'lsa video boshida aytganim, uchadigan parazitlar bormi yoki yo'qmi deb, buni ko'rganinglardek, uchadigan parazitlar, voy, nima balo bu? Uchadigan parazitlar yo'q ekan, lekin sigirni kallasi bor ekan. Sigirni kallasi prям bizani o'ldiraman deb yuribdi. Lekin, короче, bizani o'ldira olmaydi. Mana shu kichkinalar opasniy ekan borku. Mana buni qanday kattaligini, buni urish kerak, короче, o'ldirib mazasini qochib tashlash kerak. Yaxki, ma, короче, sekin uramiz. Qalqon bilan kelish kerak, chunki o'ldirib qo'yish mumkin bizani. Qani, uramiz. Bang. Yaxki. Qilchim sindi. Tapor bilan uramiz keyin. Davay. Ke, ma. Kam yaxki. Lo'qqa ketib qoldi bu krisi. Agarda sizlarga bu videomdagi mod kerak bo'lsa, mana Telegram mod kanalimda bo'ladi. Kommentariyadagi silka orqali o'tib, bemalol shu modni ishlatsanglar bo'ladi. Shunda kirganinglarda Telegram kanalimni tepasida zakrepit qilib qo'ygan bo'laman va uje menda yana bitta almos bor ekan. Yaxshi. Yana bitta topsam, bitta tapor yasab olaman. Kirga kerak emas, chunki menga faqatgina tapori foydasi tegyapti. Sizlar hozir ekranda chiqqan videoni ko'rdinglarmi? Agar ko'rmagan bo'lsangiz, tepadagi silka orqali o'tib ko'ringlar. Bu videoni olishda mana 2 kundan oshiq vaqtim ketdi va ko'rishinglarga arziydigan video bo'lgan. O'tinglar va bemalol ko'rib, keyin bu videoga qaytib kelsanglar bo'ladi. Yoki bu videoni ko'rib tursanglar, videoni oxirida silkacha chiqadi. Ya'ni o'sha videoga o'tib bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Biz videoni davom ettiramiz. Qani ketdi. Parazit ovchisi Baksus kommentariyaga yozib qoldiringlar va biza bo'ldi. Bu parazitlarni mazasini qochiramiz. Qani, yo'q, bundan qochamiz. Va men hozir katta prям вообще eng qo'rqinchli katta parazitlarni qidiryapman. Ular hozir chiqadimi yoki yo'q, lekin bilmayman. Nu, menimcha chiqsa kerak. Bu boygindan ekan. Nu, bu bizga kerak emas, kelinglar qochib ketamiz va bundan o'ldirib ko'rdik. Kelinglar yana shunga o'xshagan kattaroq, qanaqadir xuniyroq parazit topib ko'ramiz. O'shani o'ldirishga harakat qilamiz. Voy, anti kuchli parazitmi? Juda tushunmayman boru. Вообще xilma-xil parazitlar chiqib ketyapti bu yerda. Qani? Voy, nima balo bu? Qoch, suvga tusholar ekan krisi. Bu yerda o'zimizning oddiy обычный pauk. Pauk bizga zarar yetkazmaydi. Bitta urib o'ldirib qo'ysak ham bo'ladi bu paukni. Nu, davay ketdi. Hop. Qani yana katta parazitlar kerak. Davay chiqarlaring katta parazitni. Kelinglar katta parazit bilan jang qilib ko'ramiz. Men uchun вообще qiziq. Bunaqa katta parazitlar bilan jang qilish. Hozir katta parazit spawn qilaman va u bilan birga bir jang qilib ko'raman. Obunachilar, hozir men orqamda prям eng kuchli va eng qo'rqinchli moblardan bittasi, ya'ni parazit turibdi. Endi shu bilan hozir jang qilaman. Voy. Voy, qanaqasiga bitta urib o'ldirib qo'ydi. Mana shuchi. Voy, men bilan qaranglar. Men bu bilan urushaman deb turgandim bor-ku, bitta urib o'ldirib qo'yar ekan, brat. Voy, bu ham o'ldirib qo'ydik. Obunachilar, bu meni jahlimni chiqardi. Endi men buni o'ldirmaguncha qo'ymayman. Qani ketdi, davay. Dung. Bu narsalar ham ta'sir qilmas ekan. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan Baks bo'ldi, короче.